Mana bu nasib bo'lsa ikkinchisi. Ham barra bo'sha, birinchisini egzagi. Mana ikkalasi egzag bo'ladi. O'g'liga yeb ichishi mana garbanoz sifati ham ajoyib. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Xo'sh, keling ham o'zingizlar. Uchinchisini ham ko'rsataylik. Xudo xolasa ana bu kishi. Mana bu kishi uchinchimiz. Avon paroda bu zotga ham to'g'ri kelib qoladi. Buylari 90 plus shuni. Shu cho'raligi 4 tish, quloqlari sog'ligi, yeb ichishiga garantiya. Bemalol ko'rib olasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, manzilimiz G'ijduvon shahar. Video oxirida telefon raqamlarimizni qo'yib chiqamiz. Kilolari o'lchanganmi, yo'qmi degan savollar bo'lishi mumkin. Lekin biz qurbon hayiti uchun boqib bu narsalar. Qurbon hayiti bilgan biladi. O'lchanmaydi, olgan ham o'lchamaydi, sotgan ham o'lchamaydi. Shu Allohga tavakkal olinadi, Allohning roziligi uchun suyiladi. Lekin o'lchangani yo'q. Olgan kishi ham suygandan keyin ham o'lchash mumkin emas bu narsalarni. Shu uchun kimga qiziq bo'lsa, narxlarini 8 million so'mdan deyapmiz. Xayrini o'tib beramiz. Mana birinchi ikkinchi bular barra bu ikkalasi. Barra bular. Bular barra. Masalan, sevadigan sog'lom ajoyib qo'chqorchalarimiz. Keyin yana bir gap. Sherzod degan ukamiz bor, guruch makon asoschisi. Bu ukam ham yaxshiroq videoni tomosha qilsin. Bu ukamiz shu yo sotilgandan keyin so'raydi, yo suyilgandan keyin so'raydi. Sherga harakating qilib ko'r. Ma'qul kelsa.